$40,000 CIP O'zbekiston Hyundai Palisade avtomobilimiz sotuvda bor akalar. Black Edition full pozitsiyadagi avtomobil 2024 12-oyda ishlab chiqarilgan avtomobil. Deyarli probegi yo'q, ideal holatda. Xo'p, bu 308 motor, benzin, 295 ta ot kuchiga ega. Yon ko'rinishlarni ham ko'rishingiz mumkin. 20 diskalar. Black Edition bo'lgani uchun juda ochib turibdi. Old faralari. Xo'p, bu avtomobilimiz 7 sekundda bemalol 100 ga chiqadi. Orqa ko'rinishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Orqa lampani black. Xo'p, puldan ham bemalol parkovkalarni qilsa bo'ladi oldi va orqaga. Bu avtomobilimiz 7 o'rindiqli. Ikkinchi qatorda 2 ta va orqada 3 ta o'rindiqlari bor. Bemalol oldidan ham klimat kontrollarni boshqarsa bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi qatorlarda sidinalarimiz isiydi, soviydi. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol konditsionerlarni boshqarsa bo'ladi. Xo'p, oldida va orqada panorama tomlari full. Ichki salon ham ponnoq qorada. Black Edition qo'shimcha yanada stakanchiklar uchun joylari, yon qismlari ham o'ta ideal holatda. Poddalari yangi avtomobil, hali hech qayta qirilgan, kraska tekkan joylari yo'q. Old qismlarni ham ko'rishingiz mumkin. Alohida Palisade yozuvlari tushib turadi. Yon qismlari full optionda bo'lgani uchun sidinlarimiz ham ikkita setda ishlaydi. Xo'p, asosiy fishkalardan buni oldi qismi sidinamiz, masajli rejimi ham bor. Bemalol masaj qiladi. Xo'p, bismillah. Bu avtomobilimiz 1678 km masofani bosib o'tgan. Deyarli yangi. 360 kameralar bor. Yon qismlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yonda ham ikkita stakanchiklari. 5 ta rejimda ishlaydi. Odatdagidek bu Comfort, Eco, Sport, Smart va Snow rejimlarda ishlaydi. Start stoplarimiz yonda. Bemalol liniyalarni o'qiydi, cruise kontrollar, barcha funksiyalari bor avtomobil. Shikli qismlari ham ideal holatda. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizga WhatsApp, Telegramdan yoki direktdan yozsani bo'ladi. Inshaalloh qulay narxlarda qilib yetkazib beramiz. Sizlar bilan Korea Trade Motors bo'ldi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchamizga shunaqa avtomobillar minish nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat.